Bismillah. 4-surak. Allah Taala payg'ambarlarni jiberining sebebi. Allah Taala payg'ambarlarni jiberining sebebi adamlarni adamlar va jinlarga payg'ambarlar kelgandikdan ularni, ya'ni adamlar va jinlarda o'zini qulchilik etuvga chaqirish uchun payg'ambarlar jiberdi. Ya'ni payg'ambarlarni jiberining sebebi adamlar va jinlarda haqiqatga chaqirish uchun, yana Alloh Taolo shirk qo'shuvdan qaytarish uchun, tiyim solish uchun payg'ambarlar keldi. Yana payg'ambarlar adamlar va jinlarga o'rgatdi, bu dunyoda yana oxiratda foydasi bor narsalar bilan shug'ullanuvdi, ya'ni o'rgatdi. Alloh Taolo Qur'oni Karimda فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ وَمُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Alloh Taolo payg'ambarlar jiberdi, odamlar va jinlardan istish uchun, to'g'rilikni ko'rsatish uchun, ya'ni haq bilan qorani ajratish uchun, ne narsani qorong'ilik bilan nurni, ya'ni to'g'rilik bilan adashuvchilikni ko'rsatish uchun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunday dedi: "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illalloh." Ma'nosi, ya'ni so'zlarning eng yaxshisi men aytgan dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana boshqa payg'ambarlar aytgan eng ulug' so'zni Allohdan boshqa yaratuvchi yo'q degan so'z. Ya'ni la ilaha illalloh